Yozyovon tumani Xalq banki filiali tomonidan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan tanlab olingan 121-konturda qizil loviya mahsuloti ekish rejalashtirilgan. Bu rejamiz asosida bu 10 gektar yerimizga 40 nafar yoshlarimiz jalb qilingan. Yerlari bor. Imtiyozli kreditlar Xalq banki filiali tomonidan ajratilgan kreditlar urug'lik bo'yicha olishgan, nimalar ekib olishgan. Hozirda mana hosilga kirishyapti. Xalq banki filiali bilan Bahor yoshlari kooperativ bilan shartnoma qilishgan va bu shartnoma o'sha olgan mahsulotlarni sotishga amaliy yordam berishadi. Bu 25-10 sotikli yerlarimizdan qizil loviya mahsulotidan 15-20 million daromad qilishadi.